Salamatsızlar arkadaşlar, bugünkü hikayemiz aldırang'uluk qilsang ishing alg'a basmaydi. O'tgan zamanda Hezim ismli bir boy o'tgan ekan. U kichigidan tartib nihoyatla aldirang'u mijozlik bo'lib o'sibdi. Bir kuni yetar chaqda dadasi uningga: "Balam, erta sahar turg'in, Hoshim akangning uyiga ishga vatiman" debdi. To'xu chilganda Hezim o'rnidan turib, Hoshim akaning uyiga mangibdi. Biroq dadasining nima ishga avatmoqchi ekanligini so'rashni xiyoliga keltirmabdi. Hoshim akaning uyi yarim kunlik yo'l ekan. Hezim yerib ichib aran yetib beribdi. "Nima ish bilan kelding?" deb so'rabdi Hoshim aka Hezimdan. "Dadam oqshom ertasini Hoshim akaning uyiga ishga buyurayman degan edi. Shunga sahar yo'lga chiqib, hozir yetib kelishim" debdi Hezim. "Nima ish ekanligini so'ramadingmi?" Hezim bu savolga javob berolmay yerga qarab turibdi. Hezimning aldirang'uligini bilgan Hoshim aka ko'ngliga bir ishni pukibdi-da, "Dadang seni mushu tugman beshini elib ketishga buyurmoqchi edi" deb toshning to'shigidan tana o'tkazib, Hezimning o'ng mo'risiga o'tkazib qo'yibdi va so'l mo'risiga o'tkimay elib berishini taklabdi. Hezim toshni nimishqa so'l mo'risiga o'tkimasligi kerakligini so'ramayla aldirab uyga qaytibdi. Yo'lda ko'p japa tortibdi. Tana petib, o'ng mo'risi qanab ketibdi. Hezim dadasiga Hoshim akaning so'zlarini aytib beribdi. Dadasi Hoshim akaning maqsadini tushunib, Hezimga bo'lgan achchig'ini bildirmay: "Bizga tugman tashi kerak emas, qaytirib opirib bergin" deb toshni uning so'l mo'risiga o'tkazib qo'yibdi va o'ng mo'risiga yetkimasligini chekilabdi. Hezim noiloj yana yo'lga ravon bo'ldi. Tana uning so'l mo'risini tilib tashlabdi. Ming bir japa tartib qarang'i tushganda Hoshim akaning uyiga yetib keldi-da, bo'sog'idan atlab kiribla yiqilib tushibdi. Hoshim aka uni uyda yotqizib qo'yibdi. Ertasi nashta vaqtida Hoshim aka Hezimga mundaq deb: "Balam, aslida dadangga tugman tish kerak emas edi. Men sening aldiraq sonliqingga tanbeh bo'lsin deb tugman tishini yetkazib qo'ydim. So'l mo'ringga yo'tkma desam, nima uchun deb so'ramading. Dadang o'ng mo'ringga yo'tkma desa, buning sababini so'rmabsan. Yana shu aldirang'uliging uchun japa tortding. Maqsadni bilmay aldirab ketsang, hech ishing alg'a basmaydi." Hezim bu ishdan aldirang'ulikning ziynini tushunibdi va shundan keyin har bir ish qilsa, oldi-keynini yaxshi o'ylab, andan qo'l soladigan bo'ldi. Hikmat: maqsadni bilmay aldirab ketsang, hech ishing alg'a basmaydi. Uyg'ur xalq